Hammaga assalomu alaykum. Barchangizni onlayn grammatika kursimda ko'rganimdan xursandman. Boshqa kurslarimda tahsil olgan o'quvchilar bilishadi. Odatda darslarni bir o'zim olib borar edim, lekin bu kursga mehmon ekspert sifatida yana bir kuchli o'qituvchini taklif qilganman. Bugungi darsimiz kirish darsi. Sizlarga umumiy kurs haqida to'liqroq ma'lumot berib o'taman va o'rganish tizimimiz bilan sizlarni tanishtiraman. Shu o'rinda yangi ekspertimizni sizlarga taqdim qilaman. Keling, darsimizni boshlasak va kurs haqida siz to'liqroq ma'lumot olib, umuman kursdan maksimal natijaga erishish uchun umumiy qoidalarni sizlar bilan bo'lishsam. Men bilan bu kursda darslarni olib boradigan ekspert Nilufar Habibullayeva. Ularni yaqindan taniyman. Xuddi mendek darslarni hamma mayda jihatlarga e'tibor bergan holda, maksimal darajada tushunarli va oson qilib mavzularni tushuntirib beradilar. Ular 5 yillik tajribaga ega bo'lgan ham IELTS ham General English bo'yicha ekspertlar va shu kungacha mingdan ortiq o'quvchilarni o'qitib keladilar. O'ylaymanki, ularning darslari ham sizlarga juda ma'qul keladi va kurs davomida ularning darslaridan o'zingiz uchun juda ko'p foydali ma'lumotlarni, savollaringizga javoblarni topa olasiz. Darslar haqida to'liqroq ma'lumot beradigan bo'lsam, darslar soni o'zi 30 ta, lekin hozir darslarni yozish jarayonida qo'shimcha mavzularni ham qo'shib ketyapman. Shuning uchun 30 dan ortiq darslar ham bo'lishi mumkin va darslar haftada 3-4 marotaba joylab boriladi. Demak, kurs chamasi 2 oy davom etadi. Nima uchun 3-4 marotaba undan ko'p emas deb so'rashingiz mumkin? Sababi shundaki, bizda kursda har bir mavzu bir-biriga chambarchas bog'liq va bitta darsni ko'rganingizdan so'ng sizlarga katta checklist beriladi. Checklistning ichi uyi vazifalar bilan to'la bo'ladi. Ya'ni bir mavzuni avtomatizatsiya darajasiga olib chiqishingiz uchun biz ko'plab mashqlarni beramiz va siz bir kun darsni ko'rsangiz, ikkinchi kun vazifalarni bajarishingiz kerak bo'ladi. Shu tartibda intizom bilan darslarni birma-bir ko'rib bajarib olsangiz, albatta grammatika bilan bo'lgan barcha muammolaringizni oldini olishingizga ishonchim komil. Endi grammatikani bu kursda avtomatizatsiya darajasiga olib chiqamiz deb aytdim. Albatta grammatika bo'yicha ko'plab kurslar bor, darslar bor, lekin aynan bu kursning farqi shundaki, men o'zim o'rgangan tizim bilan sizlarga grammatikani o'rgatmoqchiman. Bu haqida ko'proq gapiradigan bo'lsam, bizni darslar davomida, misol uchun bitta qoidani o'rgansak, shunaqangi ko'p tarjima uchun gaplar, mashqlar berilardiki, ularni bajarib bo'lgach, biz shartsiz ravishda to'g'ri gap tuza olar edik. Misol uchun, ona tilingizda suhbat yuritayotganingizda e'tibor bersangiz, o'ylagan fikringizni o'ylanmay, avtomatik ravishda to'g'ri gap tuzib bildirasiz. Va buni sababi juda ko'p o'zbek tilida gaplashganingiz, o'zbek muhitida bo'lganingiz va biz darslar davomida shunaqangi ko'p tarjimalar, mashqlarni bajaramizki, ingliz tilida ham shunday o'ylash uchun, tarjima qilish uchun vaqt sarflamasdan avtomatik ravishda to'g'ri gapiradigan bo'lasiz. Va albatta darslarni intizom bilan, aytganimdek katta xohish bilan, qiziqish bilan ko'rib, vazifalarni bajarib borsangiz, shu darajaga yetishingizga ishonchim komil. Dastur bilan bizni saytimizda tanishib chiqqansiz, lekin qisqacha yana ko'rib chiqishingizni xohlagan bo'lardim. Mana 30 ta darsning mavzulari, 30 ta dars davomida sizlar bilan fundamental hisoblangan grammatik mavzularni har birini ko'rib chiqamiz. Kurs davomida maksimal natijaga erishish uchun sizlarga umumiy maslahatlarni bermoqchiman. Avvalambor darslarni albatta o'z vaqtida ko'ring va mashqlarni bajaring. Sababi inson miyasi shunday tuzilganki, bizda katta ko'p vazifa bo'lsa, uni bajargimiz kelmaydi. Shuning uchun darslaringiz to'planib ketsa, ya'ni albatta birdaniga 10 ta dars kanalga joylansa, siz ularni ko'rib bajarishga ishtiyoqingiz yo'qoladi. Shuning uchun har bir dars joylangan kuni iloji bo'lsa darsni ko'ring. Ertasi kuni vazifalarni bajaring va shu tartibda intizom bilan darslarni birma-bir o'z vaqtida ko'rib, mashqlarni bajarib boring. Ikkinchi maslahat, har bir dars uchun sizlarga biz so'z boyliklarini tayyorlab qo'yganmiz. Sababi uyi vazifani bajarayotganingizda eng boshlang'ich darajada bo'lgan o'quvchilar qiynalib qolmasligi uchun har bir darsning boshida sizlarga so'zlarni to'plami beriladi. Ularni yodlab oling. Ular sizga nafaqat uyi vazifani to'g'ri bajarishingizga yordam beradi, balki ular ingliz tilida ko'p va tez uchraydigan so'zlar, shuning uchun ularni o'rgansangiz, o'zingizga katta foyda olasiz. Va uchinchi maslahat, darslar uchun alohida vaqt ajratib, darslarni har birini katta e'tibor bilan ko'ring. Aytganimdek, darslar o'zaro juda bog'liq va ba'zi bir darslar ichida biz 3-4 ta mavzuni
bittada qamraymiz. Shuning uchun birorta ma'lumotni eshitmay o'tkazib yuborsangiz, keyinchalik keyingi mavzularni tushunishingizga bu qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun har bir darsni alohida vaqt ajratib, e'tibor bilan ko'rib boring. Va aytganimdek, agar katta ishtiyoq bilan, sabr bilan barcha vazifalarni bajarib, darslarni qiziqish bilan ko'rsangiz, bu kursdan o'zingiz uchun maksimal darajada katta foyda olishingizga ishonchim komil. Bu kurs davomida eng muhim, fundamental bo'lgan bilimlarni olasiz. Ya'ni, aslida ko'p o'quvchilar aynan eng boshida grammatikani noto'g'ri o'rganishgani uchun yoki xatolar qilishgani uchun keyinchalik ingliz tilini o'rganishga qiynalishadi. Agar grammatikangiz mustahkam bo'lsa, ishoning, har qanday mavzuni juda oson o'rganishni boshlaysiz. Chunki grammatikani yaxshi tushunsangiz, gaplar tuzilishi, umuman ingliz tilini qandaydir mantiqini ichidan tushunsangiz, siz uchun keyinchalik boshqa bilimlarni olish juda oson bo'ladi. Shuning uchun mana shu kurs davomida barcha fundamental mavzularni juda mayda jihatlarga e'tibor berib birgalikda o'rganamiz. Keyinchalik esa agarda siz yanada murakkabroq grammatik strukturalarni, umuman grammatikani o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizni Advanced Grammar kursimizni o'qishni davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Va kirish darsini so'ngida barchangizga omad tilamoqchiman. Aytganimdek, katta ishtiyoq, qiziqish bilan darslarni ko'rib, vazifalarni o'z vaqtida bajarsangiz, albatta men o'z oldimga qo'ygan maqsadimga, ya'ni ingliz tilini sizlarga avtomatizatsiya darajasiga olib chiqishga yordam bera olishimga ishonchim komil. Buning uchun mendan siz uchun sifatli va barcha mayda jihatlarga e'tibor qaratilgan darslar, sizdan esa darslarni o'z vaqtida bajarib, intizom bilan darslarda qatnashish bo'ladi. Ertaga sizlar bilan birinchi darsda ko'rishamiz. To be fe'lini o'rganishdan darslarimizni boshlaymiz. Ertangi darsda ko'rishguncha goodbye. Hammaga kurs davomida omad tilayman.